Archalar haqida bugun ma'lumot beray. Mana bugun keldim, 3-4 kunda bir kelib turaman dedim. Mana archalarimiz. Mana bir 1,5 metrdan o'tgan. Bir-biridan sog'lom, hammasi joyida. Kapelni tortilgan. O'n ikkinchi kuni o'lchirdim mana 12 kislada. Hop. 4-qatorda birinchi ikkinchilari 149 cm edi. 149 cm edi. Bugun 20-avgust. Bugun 20. Demak 8 kun ichida qancha o'sganini ichida mana hozir metrlaymiz. 54 cm bo'lyapti, 154 bo'lyapti. hop 5 cm qo'shibdi. 5 cm-ga. Bunisi ham xuddi shu. 5 cm-dan ikkalasi ham qo'shibdi. Demak 8 kunda shu arizons keparis 5 cm-ga. Endi demak shuni hisoblab chiqsa 1 yilda qancha o'sishi aniq bo'ladi shunda.